Kelajak o'qituvchisi konsepsiyasi ta'lim amaliyotiga qay tarzda tatbiq etiladi? Talabalarning ijodkorlik qobiliyatini shakllantirishda bu konsepsiya qanday o'rin tutadi? Chirchiq davlat pedagogika universitetida professor, o'qituvchilar va tadqiqotchilar ishtirokida tashkil etilgan sayyor kengash yig'ilishida mazkur masalalar muhokama etildi. Yoshlar aql zakovati va malakasi faqatgina ular to'plagan bilimga emas, balki ko'p jihatdan yuqori mantiqiy tafakkurga bog'liq. Kengash yig'ilishida dastlab mazkur jihatlar alohida qayd etildi. Tadbir doirasida hozirgi raqamlashtirish davrida bo'lajak mutaxassislarni ijodkorlikka yo'naltirish, innovatsion ta'lim texnologiyalarini tatbiq etish borasida amalga oshirilgan bir qator ijobiy ishlar namoyish etildi. Chirchiq davlat pedagogika universitetida shu kelajak o'qituvchisi va 3-o'qituvchi loyihalari ustida ishlangan ishlari va qilingan ishlarning natijasi bilan tanishyapmiz. Mana bu yerda kelajak o'qituvchisi talabani ham tadbirkorlik, ham faol va kreativ fikrlar oladigan mutaxassisga aylantirishdir. Bu zamon talabiga, hozirgi holatda har bir odamdan har bir sohada sun'iy intellektni qo'llash va sun'iy intellekt yordamida mutaxassis tayyorlash bu oliy ta'lim va hamma ta'lim muassasalari oldiga qo'yilgan asosiy vazifalardan biri bo'lib xizmat qiladi. Bugungi ilmiy kengashda hozir qaysi yo'nalishlarda qaysi ishlarimizni kuchaytirishimiz kerak, qanday yangi ishlarni yo'lga qo'yish kerak, mana shu masalasida bugun muhokama bo'ladi va rejalar yaratiladi. Anjumanda shuningdek, yangi texnologiyalar, raqamlashtirish va sun'iy intellektning ta'limga ta'siri, professor o'qituvchilarning ta'limda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari, kafedralardagi yangicha pedagogik muhit universitetning gumanitar fanlar fakulteti misolida tahlil qilindi. Talabalar o'z taqdimotlari orqali ijodiy fikrlash strategiyalarini amaliyotda qo'llash, IT va turli texnologik vositalar yordamida dars materiallari yaratish, o'zaro fikr almashish orqali kasbiy rivojlanish ko'nikmalarini namoyish etdi. Hazrat Alisher Navoiyning didaktik qarashlari jahon pedagogikasining asosini tashkil qiladi desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki agar biz birgina Hamsa asarini oladigan bo'lsak, u yerdagi barcha dostonlar eng avvalambor zamonaviy har bir yosh yigit qizga ibrat maktabi bo'lib xizmat qiladi. Biz, ya'ni kelajak o'qituvchisi ana shu adabiy merosimizni zamonaviy ta'lim bilan uyg'unlashtirgan holda o'quvchilarga yetkazib berishimiz shart va lozimdir. Adabiyot kafedrasining barcha professor o'qituvchilari, talabalar, magistrantlar, doktorantlar, mustaqil izlanuvchilar bilan ilmiy ijodiy hamkorlikda aynan adabiy ta'lim metodikasini takomillashtirish, raqamli texnologiyalardan unumli foydalanish, shuningdek, sun'iy intellekt imkoniyatlaridan oqilona foydalanish yo'llari haqida imkon qadar yangicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqishga va o'z taklif mulohazalarimizni devorlarga osilgan stendlar orqali ifodalashga harakat qildik. Bu yerda har bitta o'qituvchi, har bitta professor, har bitta magistrant imkon qadar ilmiy ijodiy yondashishga harakat qildi. Tadbir talabalar uchun o'z g'oyalarini hamkorlikda himoya qilish, tanqidiy tahlil qilish va ijodiy ishonchni mustahkamlashda muhim tajriba bo'ldi. Kengash ishi 21-asr ta'limi uchun zarur bo'lgan kreativlik, innovatsiya va hamkorlik muhitini yana bir bor namoyon etdi.